Assalomu alaykum. Siz non-fiction loyihasining 15-sonini ko'rib turibsiz. Bugun biz odat tushunchasini amaliy fanga aylantirgan kitob James Clearning Atom odatlari haqida gaplashamiz. Atom kichkinagina zarracha, hatto ko'zimizga ham ko'rinmaydi. Ammo ularni birlashtirsak, murakkab va mustahkam birikmalar hosil bo'ladi. James Clear bizning kichkina va ahamiyatsiz bo'lib ko'ringan odatlarimizni ham atomlarga o'xshatadi. Ammo kichkina bo'lsa-da, har kuni takrorlanadigan bu atom odatlar bizning muvaffaqiyatimizni belgilab beradi. Biz bu odatlarning ta'sirini darhol his qilmaymiz. Shuning uchun ham ularga juda past baho beramiz. Masalan, bir marta sport zaliga borsak, bu bizni baquvvat qilib qo'ymaydi yoki ingliz tilida bitta yangi so'z o'rganishimiz bizga darhol ingliz tilida gapira olish imkonini bermaydi. Yomon odatlar bilan ham xuddi shunday. Misol uchun, biz bitta shirinlik yesak, bu bilan semirib ketmaymiz. Lekin yaxshi odatlar ham, yomon odatlar ham doimo takrorlanavergach, yig'ilib hayotimizga o'z ta'sirini ko'rsata boshlaydi. Shuning uchun ham bizga ko'proq yaxshi odatlar kerak. Keling, James Clearning Atom odatlarini shakllantirish haqidagi asosiy g'oyalari va tavsiyalarini ko'rib chiqamiz. Ba'zan boshqa insonlarning muvaffaqiyati bizga birdan sodir bo'lgan holatga o'xshab ko'rinadi. Ammo buning ortida uzoq muddat davomidagi har kunlik mehnat yashiringan bo'ladi. Bu xuddi bambuk daraxtining rivojlanishiga o'xshaydi. Bambuk ekilgach, dastlabki yillarda u deyarli ko'zga ko'rinmaydi. Chunki u bu davr davomida o'z ildizini mustahkamlayotgan bo'ladi. Bambuk yerga mahkam o'rnashib olgach esa yuqoriga qarab o'sishni boshlaydi. 6 hafta ichida 20 metrgacha o'sadi. Bizga ham o'z ustimizda ma'lum bir muddat ishlayotganimizda deyarli natija bo'lmayotgandek ko'rinishi mumkin. Ammo to'xtab qolmasdan harakatlarimizni uzoq davom ettiradigan bo'lsak, biz ham bambuk kabi o'sishni his qila boshlaymiz. Shuning uchun James Clear fokusni maqsadga emas, tizimga qaratishni maslahat beradi. Albatta, tizimni maqsadlaringizga qarab shakllantirasiz. Uni shakllantirib olgach esa asosiy e'tiborni tizimga qaratasiz. Chunki agar bu uzoq muddatda erishiladigan maqsad bo'lsa, har safar unga yuzlanaverish sizdagi motivatsiyani so'ndirishi mumkin. Bu esa sizning to'xtab qolishingizga sababchi bo'ladi. G'oliblar ham, mag'lublar ham hammasi avvalo bir xil maqsadga erishadi. Masalan, sport musobaqalarida hamma g'alaba uchun intiladi, ammo faqat bir inson birinchi o'rinni oladi. Bu inson esa asosiy e'tiborni maqsadga emas, unga erishishdagi jarayonga, mashqlardan iborat tizim orqali erishiladigan yaxshilanishlarga qaratadi. Bu inson g'alabaga erishish uchun nafaqat mashqlar, balki kun tartibi, ovqatlanish va hatto fikrlash tarzini ham tizimga kiritishi mumkin. Bundan tashqari, o'zingiz bir o'ylab ko'ring. G'alaba qozondingiz, ya'ni maqsadingizga erishdingiz deylik. Agar bunday holatda sizda asosiy fokus maqsadga qaratilgan bo'lsa, unga erishgach sizda oldingidek harakat qilish uchun motivatsiya bo'lmaydi. Oqibatda siz harakatdan to'xtab qolasiz. Bu qoida nafaqat sportda, balki boshqa sohalarda ham ishlaydi. Misol uchun, imtihonni a'lo bahoga topshirishimiz uchun kunlab, oylab harakat qilishimiz mumkin. Lekin topshirib bo'lgach, odatda bu mashg'ulotlarga umuman qaytmaymiz. Oqibatda rivojlanishimiz to'xtab qoladi. Aynan shuning uchun ham asosiy e'tiborni maqsadga, ya'ni yakuniy marraga emas, balki jarayonga qaratishimiz lozim. Bordi-yu, siz hech ham muvaffaqiyatga erisha olmasangiz, muammo sizda emas. Hamma gap siz qo'llayotgan tizimda. Tizimimizni esa kichkina qadamlar, ya'ni atom odatlari orqali yaxshilashimiz mumkin. Odatlarimizni o'zgartirishimiz uchun avvalo ularning qanday shakllanishini tushunib olishimiz kerak. Bu jarayon 4 ta bosqichga bo'linadi. Signal, istak, javob va mukofot. Masalan, har kuni ertalab tish yuvish odatini olsak, bu harakat uchun signal ertalabki nonushta yoki qahva bo'lishi mumkin. Bu sizda tish yuvishga bo'lgan istakni uyg'otadi. Sizning bu istakka javobingiz esa vannaxonaga borib tishingizni yuvishingiz bo'ladi. Bu ishni qilganingizdan so'nggi mukofot esa o'zingizni toza va yangi kunga tayyor his qilishingiz, og'zingizdan kelayotgan yoqimli hid bo'ladi. Yangi odatlarni shakllantirishda ham uni ushbu 4 ta bosqichga bo'lib chiqsangiz, ishingiz oson kechadi. Kitobda ko'plab qiziq voqealar keltirilgan.
Masalan, Bostondagi bir gospitalda ishlaydigan terapevt xodimlarning ovqatlanish odatlarini yaxshilash maqsadida bir ishga qo'l uradi. U kassa yaqinidagi muzlatgichga gazli ichimliklar o'rniga oddiy butilkali suvlarni joylashtiradi. Oqibatda 3 oy ichida sotilgan suvlar soni gazli ichimliklarnikiga qaraganda ko'proq bo'ladi. Shu orqali u o'z xodimlarida foydali odat shakllanishiga sababchi bo'ladi. Gap shundaki, bizning signal qabul qiluvchi eng kuchli qobiliyatimiz bu vizual, ya'ni ko'rish qobiliyatimiz hisoblanadi. Yuqoridagi holatda oddiy suv signali gazli ichimliklar signalidan ko'ra odamlarga yaqinroq qilib qo'yildi va yaxshi natijaga erishildi. Aynan shu sababga ko'ra biz o'zimizda qanday yaxshi odatlarni shakllantirmoqchi bo'lsak, shu bilan bog'liq vizual elementlarni bizga oson ko'rinadigan qilib qo'yishimiz kerak. Masalan, gitara chalishni o'rganishni xohlaydigan inson uchun gitarani doimo ko'zga ko'rinadigan joyda qo'yishni tavsiya qilish mumkin. James Clear shuningdek odatni shakllantirishda uni o'zingiz uchun qulay yoki yoqimli qilish ham muhim rol o'ynaydi deb ta'kidlaydi. Masalan, bir yigit doimo sport bilan shug'ullanishni xohlasa-da, hech o'zini bunga majburlay olmasdi. Ammo u filmlar tomosha qilishni yaxshi ko'rardi. Natijada u foydali mashg'ulot bilan yoqimlisini birlashtirishga qaror qiladi. U uyiga velotrenajyor o'rnatadi va kichkina dastur yozadi. Dastur unga faqat velotrenajyorda mashq qilayotgan paytidagina film tomosha qilishga ruxsat berardi. Ajoyib yechim. Misol uchun, kimdandir biror xorijiy tilni o'rganish borasida maslahat so'rasangiz, katta ehtimol bilan o'sha tilda film yoki serial tomosha qilishni yoki qo'shiq kuylashni tavsiya qilishadi. Bu ham yuqorida tasvirlanganidek effekt beradi. Albatta, boshida qiyin bo'ladi, deyarli hech narsani tushunmaysiz, tushunmaganingiz uchun zerikib qolasiz. Lekin bunga har kuni ozgina vaqt ajratishni boshlasangiz, qachondir o'z sevimli filmlaringizni xorijiy tilda mazza qilib tomosha qila boshlaysiz. Kitobda berilgan yana bir maslahat, buni osonlashtiring yoki boshqacha qilib aytganda, murakkablashtirmang. Masalan, dars tayyorlashingiz kerak yoki ertangi mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. O'zingizga tayyorlanaman demang. Shunchaki daftaringizni oching. Hammasi qanday boshlanganini o'zingiz bilmay qolasiz. Florida universiteti professori operatorlik ishini o'rganayotgan talabalarni 2 guruhga bo'lib, ularga topshiriq beradi. Birinchi guruhga ularning semestr bahosi ular olgan suratlarining soniga bog'liq ekanligini aytadi. Ikkinchi guruhga esa faqat bitta surat topshirishlarini, baho esa aynan o'sha suratning sifatiga bog'liq ekanligini aytadi. Nima deb o'ylaysiz? Semestr oxirida qaysi guruh ko'proq yaxshi baho olgan? Albatta, birinchi guruh. Gap shundaki, suratlar soni bo'yicha talab qo'yilgan guruh ko'proq tajriba to'plash imkoniyatiga ega bo'lgan. Ya'ni boshidagi suratlar yaxshi chiqmagan bo'lsa ham, suratlar olaverishgani sayin natija yaxshilanib boravergan. Bu vaqtda esa ikkinchi guruhdagilar butun vaqtlarini faqat ideal surat olishga sarflashgan. Demak, muvaffaqiyatga erishish uchun ba'zan yondashuvni osonlashtirishimiz kerak. James Clear shunday maqsadlar yo'lida motivatsiyaning so'nib qolmasligi uchun jarayonni sun'iy ravishda yoqimli qilishni maslahat beradi. Muallif bu holatga o'z do'stlarini misol qilib keltiradi. Do'stlari restoranda ovqatlanish odatidan qutulishni maqsad qilishgan edi. Bunga erishish uchun ular har safar restoranga bormaganlarida o'z hisoblariga $50 pul tushib turishi uchun jamg'armali hisob ochishadi. Shu tariqa ular restoranda ovqatlanish odatidan qutulishadi va bir necha oydan so'ng yig'ilgan pulga Yevropaga sayohat qilishadi. Demak, agar biror zararli odatingizdan voz kecha olmayotgan bo'lsangiz, har safar bunday qilmaslikka qaror qilganingizda o'zingizni mukofotlang. Shunda sizda bu ishni qilmaslikka motivatsiya paydo bo'ladi. Esingizda bo'lsa, loyihamizning o'tgan galgi sonida baxt gormonlari kitobi haqida gapirib bergan edim. Aslida odatlarimiz ham gormonlar bilan mustahkamlanadi. Ular yordamida shakllanadi deb aytgan edim. Chunki biror harakatimiz uchun o'zimizda qoniqish his qilganimizda biz dopamin bilan mukofotlanamiz. Bu yana takrorlanaversa, neyromediatorlarimiz buni mustahkamlaydi va odatga aylantiradi. Shuning uchun ham bu ikkala kitob bir-birini juda zo'r to'ldirib turadi. Xo'sh, Atom odatlar kitobini
o'z hayotiga befarq bo'lmagan, o'zining eng yaxshi versiyasi bo'lishni xohlaydigan har bir insonga tavsiya qilaman. Ochig'i, unda juda ko'p foydali tavsiyalar keltirilgan va men bularning hammasini aytib berganimcha yo'q. Shunchaki sizga ham o'zingizda kitob o'qish odatini shakllantirishingiz uchun o'rin qoldirishni xohladim. Agar o'zingizda bu odatni shakllantirishni xohlasangiz, maslahatim ishni har kuni 20 yoki 30 daqiqa vaqt ajratib, aynan Atom odatlar kitobini mutolaa qilishdan boshlashingizni maslahat beraman. Ushbu videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Bizni like va kommentlar orqali qo'llab-quvvatlashni unutmang. Bizga bu motivatsiya beradi. Bu esa bizning ham uzluksiz shunday foydali videolar taqdim etishimizga turtki bo'ladi. Biz esa sizga rivojlanishdan, foydali odatlarni shakllantirishdan charchamang deb qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha xayr.